moddasiga asosan O'zbekiston xalqining millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tashkil etadi. 9-modda barcha fuqarolar Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquqlarni bajaradilar. 6-modda fuqarolar huquqiy bo'lishga majbur. 80-modda har bir oilaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majbur etiladi. 3-modda O'zbekiston Respublikasi o'z xalqini ta'minlash uchun Konstitutsiyam oliy qonusim. Nima qilyapsan? Voyaga yetmagan o'quvchiga ishlash mumkin emas-ku. Sen hozir uyingga boramiz va uyingga biz ota-onang bilan senga chora ko'rishimizga to'g'ri keladi. Uyingni ko'rsat. Voyaga yetmagan bo'lib turib, ko'chada biz uning ishlaganiga guvoh bo'lib qoldik va biz sizning o'rningizga nisbatan chora ko'rishimiz kerak. Ishlab yurganda sabab bormi? Unda keyingi safar takrorlanmasin. Bu birinchi ogohlantirish beriladi. Keyingi safar qat'iy chora ko'rishga hozir. Yana eshib keldingizmi? Xolasan ichaman. Ovqatni qala. Xarajat yo'q, nimaga qilishim kerak? Endi sen men ishlarga xarajat etmayapsan, ha? To'g'ri-ku, nimaga urasiz? Topganingizni faqat ishlangiz, ichkilik kesaklaringiz. Sizlarcha bilan tushunadiraman. Men Ulug'bek Yoshafina, turmush o'rtog'im tomonidan ancha yillardan beri zo'ravonlikka uchrab kelyapman. Shunga chora ko'rishingizni so'rayman. Sizni Sidon Chabayman. Siz bu ayblovlarni tanasizmi? Ha, tanamadim. Sud bu ishni ko'rib chiqdi va bir qaraganda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 110-moddaga binoan sudlanuvchi 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinadi va sud yopiq deb e'lon etaman. Chiroyli sahnaga o'tish uchun. Keyin 41-modda har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. 80-modda voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majbur bo'ladi. 14-modda davlat o'z faoliyatini inson farovonligi va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi. Voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. 35-modda hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi.